Assalomu alaykum. Mana bu 187 talik UzMarketdan sotib olgan naborim. Mana bu. Bugun ishlatib ko'rdim. Sizlarga obzorni qilib bergandim. Bu naborning ichida mana bu keskich, ya'ni kabellarni birikta joylarini kesish uchun mo'ljallangan mana bu keskich. Bugun o'z ishini aytdi. Mana bu yerda defektlari bor edi. Mana zavodskoy defektlari. Bugun esa kabel oddiy 220 volt oddiy mayda kabellarni kesib ko'rganimda o'zini aytdi, mana bu yeri qiyshayib qoldi bu keskichda. Ya'ni mana qiyshaygan joyi mana bu yoqdan ham ko'rinadi. Qiyshayib qoldi mana bu yerda, mana iz tushdi, mana iz. Va mana bunaqasiga mana bir-biriga to'g'ri kelmay qoldi. O'ynab qoldi xullas mana. Mana yonga o'ynaydi bu yonga. Mana yopib o'ynash. Maslahat bermayman bunaqa narsalar olishdi. Nimaga deganda bu xromli po'latdan yasalmagan, bu oddiy po'latdan yasalgan. Po'lat, lekin oddiy po'lat. Bizning ishimizga, ya'ni keskichlar oddiy po'latdan yasalsa, bu bunaqa uzoq vaqt xizmat qilmaydi va mo'rt bo'ladi bu. Bunaqa narsalarni shunday qimmatlari bor. Xromli po'latdan yasaladi, sal qimmatroq bo'ladi, lekin sifati shunga yarasha bo'ladi. Soni bor-u, ishlatsa bo'ladi hozir ham, lekin unaqangi seryozni ishlarga ishlatib bo'lmaydigan darajaga kelib qoldi. Maslahat bermasdim, bunaqa nabor olmanglar.